Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bugun, ya'ni 26 may kuni Amerikadagi donglik universitetlardan George Washington universitetida Amerika hukumatining Xitoy siyosati haqida nutq so'zlagan. U bu nutqida Xitoyni xalqaro tartib duch kelayotgan eng ig'ir va uzun muddatli raqobatchi deb sifatlagan. Blinken Amerika hukumatining Xitoy siyosatini sharhlab so'zlagan muhim nutqida Amerikaning Uyg'urlar bilan bir safda turadiganligini alohida ta'kidlab mundaq degan. Amerika Xinjiang rayonida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarga qarshi dunyodagi har qaysi davlatlar va xalqaro bilan bir safda turadi. İkinci navbatlik Sharqi Turkiston Milliy Kengashi 26 may kuni Germaniyaning Myunxen shahrida boshlandi. Yig'inga 20 dak davlatdan 70 atrofidagi tashkilotlarga vakolatan 200 dak tashkilot rahbarlari, jamoat arboblari, ziyolilar va chet ellik parlament a'zolari hamda advokatlar qatnashdi. Davos iqtisod yig'inida so'z qilgan Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining jonliq makiti bo'lgan Xinjiang soqchi arxiviga inkas qaytardi. U Xitoy hukumatining qilmishlarini tanqidlab, dunyo Xinjiangda yuz berayotgan kishilik huquq tafsandichiligini ko'rganda sal qaramaslik kerak dedi. Xitoyning yaqinda oshkorlangan maxfiy hujjatlari xalqaroda kun tartibga kelganlar payti butun dunyo xalqini Sharqi Turkistonga irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirish maqsadida 26 may Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida zo'r ko'lamlik namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Namoyishda Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, minglagan namoyishchilar bir necha kun burun oshkorlangan tutqundagi Uyg'urlarning suratlari tushirilgan plakatlarni ko'tarilgancha irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin deb turli shiorlarni to'ladi. Xitoy armiyasi Amerikalik korxonchi Elon Musk ig'dorchiligidagi SpaceX ishlab chiqargan yulduzlar orasi sun'iy hamrohini yo'qotiladigan qurollarni yasab chiqmoqchi ekan. Xabar qilinishicha, Xitoy harbiy tadqiqotchilari agar Starlink Xitoyning davlat bexatarligiga tahdid deb qaralsa, sun'iy hamroh sistemasini yo'qotishni planlamoqda ekan. Bu tadqiqotni Beijing kuzatish va telegraf institutining tadqiqotchisi Ren Yuanjin yetaklaydi ekan. Finlandiya bosh ministri Sanna Marin urush xarobligiga aylangan Ukrainaning Bucha va Irpin shaharlarini ziyorat qildi. Marinning yerlik hukumatlari bilan shaharni qayta qurishga yordam berish masalalarini muzokara qilganligi xabar qilindi. Yaqinqi yillarda buyon Turkiyada o'tkazilib kelayotgan cho'ng tipdagi fan texnika musobaqasi Technofest tunji qatam Ozarbayjonda boshlandi. Uchquchsiz aeroplan ishlab chiqaradigan Turkiya Baykar texnika shirkatining rahbari Seljuk Bayraktar 6000 ga yaqin raqobatchi iltimos qilgan va 4 kun davomlashadigan faoliyat haqida Turkiya taratqullarining savollariga javob berdi. U Technofestning Turkiya va Ozarbayjonning qarindoshligini kuchaytirganligini ta'kidlab, bu faoliyatning o'xshamagan davlatlarda davom qiladiganligini aytdi.